Navruzda ulashing ezgu tilaklar, axir tilak bilan kamaymaydi so'z, bahor gullaridek yashnab yuraklar, xush kelding bahor, xush kelding Navruz. Darhaqiqat Navruzda faqatgina yaxshi tilaklar, umuman har kunimiz bir-birimizga yaxshi tilaklar, ezguliklar bilan mujassam bo'lsa, ana shuning o'zi baxt. E'tibor qildinglarmi? Joylarda qanaqa chiroyli tadbirlar bo'lyapti ekan. Hozir G'uzor tumanining tadbirini tomosha qilib, to'g'risi ishtahalarimiz ochildi, tandirlarni tomosha qildik. Shuncha odam chiqqanini ko'rib, bayramlar yarashadi bizni o'lkamizga, devoradi bejizga odam. To'g'rimi? Beixtiyor. Va azizlar, mana shunday kayfiyatlarni tomosha qilish uchun, joylarda qanday tadbirlar bo'ldi, hammasi haqida boxabar bo'lish uchun albatta bizni dasturlarimizni kun davomida tomosha qilib boring. Eng qiziqlari hali oldinda. Va bugun studiyamizga mehmonlarni chaqirganapmiz. Bugun Sabohat siz oldingizda chiroyli qizimiz, keyin qizaloqlarimiz ustozi bilan birga tashrif buyurgan. Bayram muborak bo'lsin sizlarga ham. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum, rahmat taklif uchun. Avvalo bayram muborak bo'lsin. Aziz, go'zal jannat makon yurtimizga mana shunaqa bayramlar yarashadi. Darhaqiqat bizning mehmonimiz Sevara Eshquvvatova oila va xotin-qizlar boshqarmasi huzurida tashkil etilgan Qizlarjon klubining rahbari, viloyatimizning eng faol qizlardan biri. U kishi haqida qancha ta'rif bersam kam, shuning uchun o'zlari gapirganlarida batafsilroq ma'lumotga ega bo'lamiz. To'g'rimi Sevara, o'zingiz haqida gapirib bersangiz? Bu mehmonlarni ham tanishtirib o'tay. Mirishkor tumani 3-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi ustozi Shohruxbek Hayitov hamda Mubinaxon, Kumushbibi hamda Imonaxon qizlarimiz tashrif buyurishgan. Marhamat, Sevaraxondan davom etamiz. Sevaradan boshlaymiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum, rahmat taklif uchun. Ismim Sevara, familiyam Eshquvvatova. Qonunchilik palatasi yoshlar parlamenti deputati, hozirda viloyat Qizlarjon klubi rahbari sifatida faoliyatimizni olib bormoqdamiz. Prezidentimizda yoshlarga, ayniqsa biz xotin-qizlarga qaratayotgan e'tiborlarini tahsinga loyiq desak bo'ladi. O'tgan yilda bosh vazir o'rinbosari Zulayho Mahkam va Bahridinovlarni Kasbi tumanida Qashqadaryo viloyati tashriflari davomida o'sha viloyat Qizlarjon klubini koordinatorlari bilan suhbat o'tkazdilar va suhbat jarayonida lider o'quvchi qizlar akademiyasini tashkil qilganimiz hamda 75 dan ortiq lider o'quvchi qizlarimiz hozirda o'z o'rnlarini topib ijtimoiy siyosiy faol yosh sifatida bir qancha davlat mukofotlarini qo'lga kiritdilar. Kuni kecha o'tgan kunida o'sha 10 dan ziyod qizlarimiz, o'sha Qizlarjon klubi koordinatorlari, tuman shahar bo'limi rahbarlari 6,5-7 ball IELTSda qo'lga kiritdilar. Bundan tashqari til bilish darajasida B2 darajadagi sertifikatlarni ham qo'lga kiritib, o'z natijalarini bermoqdalar. Yana bir quvonarlisi shundaki, o'sha Zulayho Mahkamovaning tashriflari chog'ida Qashqadaryo qizlari nomidan biza voha qizlarimiz bir taklif berishdi. Ya'ni o'sha 11-sinf, 10-sinf qizlarimizni, bitiruvchi qizlarimizni ijtimoiy siyosiy faolligini oshirish maqsadida o'sha Qizlarjon klubida Qizlarjon maslahat kengashini tashkil etdik va hozirda bu klubimiz, bu maslahat kengashimiz O'zbekiston harakatlari strategiyasining kichik bir bo'g'inida va bu bizning Qashqadaryoning qizlarini yutug'i desak mubolag'a bo'lmaydi. Juda ham yaxshi. Mana shunday informatsiyalar odamni ruhlantiradi, to'g'rimi? Qizlarimiz shunchalar faol ekan. Bu ham bilasizmi, Sabohatxon, mamlakatimizda ayollarning haq huquqlari, ularning ilm olishga bo'lgan imkoniyatlarini oshirish, umuman gender tenglashini ta'minlashga qaratilayotgan islohotlar samarasida. Zero prezidentimiz takror aytayaptilar, bir qizni olim o'qitsak, butun avlodni o'qitgandek bo'lamiz. Bu o'sha jadidlar fikr-g'oyalarda ham o'z aksini topgan. Buni o'sha 8-mart tabriklarida ham alohida e'tirof etdilar. Haqiqatan ham, chunki bir inson, ya'ni ayol kishi o'qisa ham oilada qancha farzandlar bilimli va ilmga chanqoq bo'ladi va bu kelajak avlodimizni eng daho insonlarimiz paydo bo'lishiga, farzandlarimiz barkamol bo'lib kamol topishlariga o'zini bevosita hissasini qo'shadi. Xo'sh, o'zingizchi, o'zingizni maqsadlaringizda ilm yo'lida ketish bormi? Siz ham o'z farzandlaringizni ilm yo'liga yo'naltirasizmi? Ularni qanday ilhomlantirasiz? Shular haqida. Albatta, hozirda
yangi O'zbekistonimizda ilm sohasi bo'yicha olib borayotgan islohotlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, yaqinda Turkiyada hamda Amsterdam, Niderlandiyada onlayn konferensiya bo'ldi. Onlayn konferensiyada o'sha ijodkor, ilmiy maqola yozadigan, ilmiy yo'nalish bo'yicha xotin-qizlarimiz jalb qilingan bo'lsa, O'zbekistonda eng yosh, ya'ni xotin-qizlarimiz jalb qilingan. Bu ham ilm yo'lida, chunki boshqa davlatlarda ham bor, faqat yoshi katta 40-45 atrofida bo'lsa, lekin O'zbekistonda xotin-qizlar 20-25, 30-35 oralidagi xotin-qizlarimiz ishtirok etdi. Professorlarimiz, dotsentlarimiz ham yosharib ketyapti, to'g'rimi? Albatta, 30 ga kirmasdan turib fan doktorlari bo'lgan olim ayollarimiz ham bor oramizda. Odatda yosh olimlar kengashiga 30 yoshdan keyin qabul qilinardi. Hozirda esa o'sha muhtaram prezidentimiz ilm fanga qaratayotgan e'tiborlari natijasida ilmiy yo'nalish bo'yicha ketadigan har bir qizimizga, xotin-qizlarimizga ayniqsa o'sha yosh olimlar kengashiga a'zo qilib, ularga professorlarimiz, dotsentlarimiz o'zlarini yo'llarini ko'rsatmoqda. Xususan o'zimni oladigan bo'lsa ham yosh olimlar kengashiga a'zo bo'lganimdan so'ng 75 dan ortiq ilmiy maqolalarim mahalliy va xalqaro jurnallarga chop etildi. Shulardan 45 na ilmiy xalqaroga nufuzli jurnallarga chop ettirilmoqda. Bundan tashqari 20 ta tezislarim hali bakalavr darajasida ilm fanga beriladigan e'tiborda yo'lga qo'yayotgan yurtboshimizda o'sha islohotlari natijasida mana bugun shuncha 75 dan ortiq ilmiy maqola muallifi bo'lib kelmoqdamiz. Juda ham yaxshi. Universitetni 3-kurs talabasi ekanlar va magistraturada ham, doktoranturada ham o'qish nasib etsin deymiz. Rahmat. Sevaraxon juda ham serqirra, tinib tinchimaydigan mana shu Qashqadaryomizni zabardast jurnalistlardan desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugun endi keling mana shu bolajonlarni olib kelgan ustozlariga murojaat qilsak, sizlarda qanday bo'lyapti bular? Qaysi ko'rik tanlovda g'olib bo'ldi? Shular haqida gapirsak. Avvalambor assalomu alaykum. Barchaga Navro'z olam muborak bo'lsin. Biz yangi yil yulduzlari respublika ijodiy va musiqiy tanlovida faxrli 3-o'rinni egalladik. O'quvchilarimiz bilan birgalikda endi xalqaro tanlovlarda ham 1-o'rinni egallash niyatlarimiz bor. Bilasizmi, G'ofur aka, bayram bolalarniki deyishadi. Bolalarning sho'x-shodon kulgulari, beg'ubor raqslarsiz hech bir bayram deyarli joziba kashf etmaydi. Hozir raqsni tomosha qilasizlarmi yoki qo'shiq eshitasizlarmi? Bolajonlarimizga qaysi ma'qul bo'lsa avvalo, chunki hozir jonli efir bo'ladi, biroz hayajon bo'lishi mumkin. O'zlari nimani ma'qul ko'rishadi? O'zlari o'ynab berishadimi, qo'shiq aytib berishadimi? Mana shu diplomdan boshlaylik, sal e'tibor qilib, mana diplomlari, medallari qoyil qolmasdan ilojimiz yo'q. 7 yoshli shu qizchalarimiz shunday faxriyorliklarga ega bo'lishni boshlashdi. Menimcha bu ularning yangi marralari uchun ilhomlantiradi. Tanlovlarda g'oliblik ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi, to'g'rimi? Qanday bo'ldi bu tanlovdagi ishtirok? Jajji muxlislarimiz, nima deydi, muxlislarimizga jajji ijrochilarimiz ham fikrlarini bildirsalar. Tanlov sizlarga yoqdimi, qiyin bo'lmadimi? Shu xususda gapirib bering. Qiyin bo'lmadi unchalik. Bir ikkita joylarga adashdim-da, qolganini tezlikda bo'lsa astaroq chiroyligina qilib oldim. Hayajonlandingizmi? Yo'q, bitta bo'lmadimi? hayajonlandim. Juda ham yaxshi. Nima ijro Qanaqa raqs qildingiz ijro etdinglar? Raqsmas masalimni aytdim. Yamin qurbon lol bo'lgan tulki masalini. Qani bitta aytib beringchi bizga ham. Yamin qurbon lol bo'lgan tulki, zo'qchi yerda daraxtda pishloq, tulki kelib gap otishuvchi. Oh, azizim, jonginam zo'qchi. Ovozingga qo'yildir barcha, do'rig'ingni eshitib birdan. Sevindim chundan, shundan beri men senga mushtoq. Sayrab bergin, yo'qdim o'rtoq. Pishlog'ini xuddi shu lahza qanotiga qistirdi zo'qcha. Qah-qah urib qaytardi javob. He, seni sevakanma qayiqda. Likillatma. Menga demangni. Borib oldi. Katta uyingni. Ko'r hassasini yo'qotar bir gal. O'tib ketdi. Endi mahal. He. So'ng pishlog'in cho'qdasda, tulki nochor mo'ltirab pastda xo'rsindi-yu kuldi zo'raki, lonjalardan oqdi solagi. Malades. Bilasizlarmi, bu qizchani bu ijrosini ko'rib nima esimga tushib ketdi?
bilmayman 6 yoshimdami 7 yoshimdami bolalar telekanalda bolalar ko'rsatuvi uchun kostyum bo'lgan edi va ularda ham xuddi shunday ijro etib berishni sharti bor edi. Hamma shartdan o'tib kelib mana ijro etish shartida xuddi shunday tulkini obrazini qilib bergandim. Men ham shu bahona telekanalga kastingdan o'tib ketgan edim. Xuddi shu obrazni yana men ko'rib bolaligim esimga tushib ketdi va shunaqa zavqlandim. Juda ham barakalla deyman sizga, mahoratingizga ko'z tegmasin. Endi keyingi qizimizni taklif etamiz, keling. Imonaxon keling. Bugun siz qaysi yo'nalish bo'yicha ishtirok etdingiz? Yangi yulduzlardan ana 3-chi o'rinni olib keldik. Men juda ham xursandman. 3-chi o'rinni olib kelganimdan hammaga salom yo'llayman. Bugun qaysi qo'shiqni eshitamiz hozir? Bugun bayram. Bugun bayram degan. Haqiqatan bugun bayramga Restoranimiz tayyor munosib bo'lsa, tuhfa. bugun bayram qo'shig'ini eshitamiz. Sizni mana shu sahnamizga taklif etamiz. Xo'p, chiroyligina qilib bugun bayram qo'shig'ini eshitamiz. Oftob chiqsa nur sochar, qushlar ham erkin uchar keng osmonda. Yuzini ochib gullar sayragaydir bulbullar bu bo'stonda. Oilasi tinch bo'lsa, ko'rgani sevinch bo'lsa har insonning. Jannat misol yurtimiz qadriga yetaylik biz bu zamonda. Davraga keling aziz do'stlar, davrani keng olinglar. Bugun bayram, yurtimizda ulug' bayram. Bugun bayram, yurtimizda ulug' bayram. Mehnatga imkon bo'lsa, har doim xirmon bo'lsa bu diyorda. Vijdoni bo'lsa, xalos hech kim ko'rmaydi savol bu dunyoda. Tabassum qilsa ayol farzand uchun bu hayot eng zo'r bo'ston. Baxtimizga har zamon yuksalar bo'lsin amon O'zbekiston. Davraga keling aziz do'stlar, davrani keng olinglar. Bugun bayram, yurtimizda ulug' bayram. 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 Hey yashaylar. Barakalla. Sabohatxon, hozir siz Kumushxonni ijrosidan yoshligingizni eslagan bo'lsangiz, bu qo'shiqdan men yoshligimni esladim. Zero o'sha boshlang'ich sinf paytimiz o'sha bayram tadbirlarida mana shu qo'shiqqa guruh bo'lib raqs ijro etardik. Ya'ni bu o'sha qo'shiq bizning bolaligimizning bayramlarini yodga solib yubordi. Mana shunday jannat makon yurtimizda mana shunday bayramlar bo'laversin, bolajonlarimiz mana shunday sho'x-shodon o'ynayversin. Meni diqqatimni tortgan mana bu birinchida turgan qizimizni Jajjigina, soch popiklari bilan Qashqadaryo, Surxondaryo libosida. chiroyliligini qarang. Mana shu ham bizning qadriyatlarimizdan biri va mana shunday ajoyib obrazni yaratganinglar uchun ustozlariga rahmat aytamiz. Bu kishi qanaqa raqslarni ijro etadilar? Surxoncha raqslari. Tayyor bo'lsangiz raqsga navbat bersak bo'ladi demak, Demak, to'g'rimi? hozir texniklarimiz qo'shiqni sozlab olgunlaricha
qizchamizni tanishtirsangiz bizga, ustozlari tanishtiradilarmi? Mubinaxon qizimiz katta sahnalarda ana shu raqslari bilan ishtirok etgan. Qolaversa, bu qizlarimiz ham katta sahnalarda ana shu qo'shiqlari, masalalari bilan ishtirok etgan. Bolalarning qizaloqlarimiz. ruhi qaynoq bo'ladi. Hozir bir sheriklar qo'shiq aytguncha bular raqsga tushgilari kelib ketdi, jo'shib ketishdi-da. Shu bilan ham ularning dunyolari beg'uborda. Demak, Mubinaxon tayyormisiz? Bizga raqsingizni chiroyli qilib ijro etib berasizmi? Demak, boshladik. Soching taragan surati oy qaydayo, seni ko'rib qolganim jilg'ali soy qaydayo, soyda soching taragan surati oy qaydayo. Maydayo maydayo sirg'ali qiz qaydayo, darrov topib olaman o'zi bo'yi maydayo. Qaydayo qaydayo sirg'ali qiz qaydayo, darrov topib olaman o'zi bo'yi maydayo. Rahmat Mubinaxon. Juda ham chiroyli qo'shiq tanlanibdi. Rostdan ham bo'ylari mayda bo'lsalar ham shunchalar shijoati baland ekan. Juda ham chiroyli raqsga tushib berdilar. Raqslarni ko'rib ertalab Otabekka do'mbira bilan aytdilar-ku, yelka uchirib o'ynab, qoshing qoqib o'ynaydigan qo'shiqlari yonimga tushib ketdi. Endi ustozlarga yuzlanamiz. Endi rejalar qanday? Qaysi tanlovlarga tayyorlanyapsizlar hozir bayramdan keyin? Albatta endi xalqaro tanlovlarga tayyorlanyapmiz. Yana yaqinda bo'ladigan respublika tanloviga ham boramiz. To'g'risi. Bu raqslarni kim o'rgatadi? Siz o'rgatasizmi yoki opalarimi? 3-sonli bolalar musiqa va san'at maktabidagi jamoamiz bilan birgalikda hammamiz raqslar tayyorlaymiz. Juda ham yaxshi.
mahoratlarga ko'z tegmasin deb qolamiz. Jajji qizlarimizni yutuqlari bardavom bo'lsin. Kelgusi safar mehmon bo'lganingizda ham sana badog'i yetmaydigan yutuqlar juda ham ko'p bo'lsin. Rahmat ishtirokingiz uchun aziz qizlar. Sevaraxon, sizga ham rahmat aytamiz. Agar sizlarni ham yaqinlaringizga, ota-onalaringizga, ustozlaringizga tabriklaringiz, rahmatlaringiz bo'lsa, yo'llab qolishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Men o'zim sinfdoshlarimga salom yo'llayman. Men ko'rib turgan yaqinlarimga salom yo'llamoqchiman. Menga shu natijalarga erishishimga yordam bergan kattakon ustozlarga rahmat. Shohrux ustozimga ham kattakon rahmat. Mani shunaqa katta respublika tanlovlarga ham qatnashamanda birinchi o'rinni olgim keladi meni ham. Shunday qilib 3-o'rinni oldim. Raqsga oyiz olib borganmi, dadangizmi, buvingizmi, kim? O'zim yaxshi ko'rayotgandim, yoshligimda ham raqsga o'ynayotgandim. Oiladan keyin musiqa maktabiga olib kelganlar. Juda ham yaxshi. Shunaqa zavqim kelyapti shu qizni gapirishlaridan, ha? Juda ham ajoyib. Mubinaxon, siz kimga rahmat aytasiz? Ustozlarimga, Oyizga va buvingizlarga ham ayting. hammaga rahmat aytaman. Rahmat. Imonaxon, sizchi? Men ota-onam, onamlarga rahmat, ustozimga ham rahmat. Shuncha bizani respublikaga olib kelishga birinchi o'rin olishni istaymiz, lekin 3-o'rinni olib qo'ydik. Tabriklayman. Ustozimni ham, sinfdoshlarimni ham tabriklayman. Juda ham yaxshi. 3-o'rin ham yomon emas. Qizlar, hali Shuncha sizlar butun bu respublikadan borgan tengdoshlaringiz, opa-akalaringiz ichida 3-o'rin bu albatta faxrli o'rin. Yuqorida ustozingiz ham aytib o'tdilar. Biz keyingi tanlovlarda sizga albatta o'zingiz xohlagan birinchi o'rin nasib qilishini tilab qolamiz. Rahmat. fikrlaringiz uchun, tabriklaringiz uchun rahmat. Sevara, siz bu yutuqlarga erishayotganingizda kimning hissasi bor deb hisoblaysiz va kimga rahmat aytgan bo'lardingiz? Ota-onamga, ayniqsa doim qiz bolani orqasida tog'dek suyanchiq bo'lib turadigan bu otasi bo'ladi va bu yutuqlarga erishishimning sababchisi avvalo ota-onamga rahmat, shu qatori dadamga ham qo'llab-quvvatlaganlari uchun qiz bola deb bizda ba'zida cheklov bo'ladi, yo'q, hamma vaqt to'g'ri tushunib, doimiy qo'llab-quvvatlaganlar uchun ming bor rahmat aytaman. Navro'zi olam bayramimiz barchaga muborak bo'lsin. Rahmat, sizga ham muborak bo'lsin. Endi bugun mehmonlarimizga yana bir bor minnatdorchilik bildiramiz va bugun mana shu har bir joyda tog'li, cho'l, qolaversa ovulda, qishloqda hamma joyda Navro'z. Keling, hozir chiroyli lavhamiz tayyor. Chiroqchi tumanida bo'lib o'tgan Chuvulloq mahallasida yana, chunki shaxsan o'zim u yerga borgandim. Tadbir juda ham chiroyli o'tdi, aziz hamkasblar. Va mana shu atmosferani muxlislarimizga ham taqdim etish uchun u yerdan maxsus reportaj tayyorlab kelganmiz. Albatta tomosha qiling va chuvulloqliklar bayramni qanday nishonlaydilar, ko'pkari qanday bo'ldi, kurash qanday bo'ldi, barchasi haqida qiziqarli intervyular bor, odamlarning emotsiyalari bor. Shuni taklif etaman barchamizga. Bayram ko'tarinki ro'yxatda o'tgani stil lavhaga navbat berishingizdan ham ma'lum o'sha atmosfera, o'sha kayfiyat birdan sizda aks etdi-da. Chunki mana shunday ko'tarinki kayfiyat meni tark etgani yo'q, chunki joylarda davom etyapti va mana shunday ruh bugun studiyamizda ham bor va umid qilamanki bu lavhadan keyin sizda ham yoshlik xotiralari paydo bo'ladi. Qishloqlardagi bayramlar haqida batafsil ma'lumotga va tasavvurga ega bo'lasiz. Shuning uchun ushbu ko'rsatuvni albatta o'tkazmasdan tomosha qiling. Demak, chiroqchining chuvullarga qarab yo'l olamiz. Yo'l olamiz, marhamat. marhamat.
Navruz yasharish va yangilanish bayrami. O'z nomi bilan yangi kun, yangi yilni anglatadigan Navruz haqiqatan ham nafaqat ona tabiatni, balki insonlar qalbiga ham uyg'onish, o'zgacha shijoat, hayotga bo'lgan qiziqishni uyg'ota oladi. Ayniqsa bu bayramning jozibasi qishloqlarda bor chiroyini ko'rsatgan holda, yashillikka burkangan qir-adirlarda ko'pkariyu kurashlar, o'yin-kulgular bilan o'tkaziladi. Ko'kdala tumanining Chuvulloq mahallasi ahli ham ushbu bayramni har yilgidek yuqori kayfiyatda, xursandchilik, o'zgacha o'zgarishlar bilan qarshi olmoqda. Bizga ushbu mahalla haqida gapirib bersangiz. Bizni Chuvulloq qishlog'imiz tarixiga kelsak, bizni Chuvulloqchilar shu uloq degan ma'nolar bildirar ekan. Mana bu degani bu shu uloq ko'pkari musobaqasiga taqaladi. Demak, qachonlardir bu yerda faqat ko'pkari musobaqasi bo'lgan, to'g'rimi? Xuddi shunday. Mana shu Chuvulloq qishlog'i respublikamizning ko'pgina joylarida, viloyatlarida bor. Mana shu yerda aynan Chuvulloqlar ham mana shu uloq ko'pkarimiz shug'ullanuvchilar. Bu degani asosan avlodlarimiz uloq bilan ko'pkari bilan shug'ullanib kelishgan. Hozirgi kunda ham mana bu an'ana davom etib kelyapti. Qishlog'imizda hozir ham taniqli polvonlarimiz bor. Katta musobaqalarda sovrin o'rinlarni egallab kelyapti ular. Chuvulloq mahallasida 11 ming aholi mavjud bo'lib, o'zining chorvachilikka ixtisoslashgani bilan mashhur. So'nggi yillarda esa bu yerliklar tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish borasida ancha ilg'orlab ketdi. Hech ishlamagani ham o'z uyida tomorqadan yuqori daromad oladi. Ishbilarmonlik va mehnatkashlik qonida bo'lgan chuvulloqliklarning bir-birlari bilan o'zaro ittifoqlikda, hamjihatlikda yashashlarini ko'rib, havasingiz keladi. Buni ularning o'yin-kulgu, hazil-huzul, samimiy tabassumlar bilan bayramni ko'tarinki ruhda nishonlayotganliklarida ham ko'rish mumkin. Bilasiz, qishloqlarda shunday an'ana borki, qishloqning ma'lum bir yilda tug'ilgan insonlari Navruz bayramini tashkillashtirib beradi. Bu yil Chuvloq qishlog'ida 1986-yilda tug'ilgan qishloq vakillari ushbu bayramni tashkillashtirgan va men ayni paytda bu yerda ushbu tashkilotchilar bilan birgaman. Bayramimiz a'lo bo'lyapti. 86-yilda tug'ilgan bolalarning 70-80% tadbirkor. Birinchi ishlab chiqarish bo'yicha vaqt ishlaydi mana shu ish bo'yicha. Davlat xodimi ishlab ketganlar ko'p, doktori ham ko'p, o'quvchisi ham ko'p. Har tarafdan bor bizda. Bayram juda yaxshi. Bayramga tayyorgarlik undan ham yaxshi. Har doim shunday yaxshi kayfiyatda o'tkazish hammamizga nasib qilsin. Qishlog'imizni bugungi kuniga qaraydigan bo'lsak, yo'laklar bo'lyapti. Ichki yo'llar asfalt bo'lyapti. Bu ham bo'lsa bizlarga qaratilgan davlatdan e'tibor deymiz. Prezidentimizga rahmat, hukumatimizga. Mana bahor ayyomida xalqimizga mana Navruz qilib beryapmiz. Bizlarning 86-yilgi sinfdoshlar kam ta'minlanganlarga un, yog', guruch tarqatib berdik, go'sht tarqatib berdik. Qo'limizdan kelgan narsani qilyapmiz. Yuqorida ta'kidlanganidek, 1986-yildagi sinfdoshlarning orasida tadbirkorlari, o'z ishining ustalari va o'z yo'lini topgan insonlar ko'p va bunda ular ta'kidlaganlaridek, ustozlarning o'rni kattadir. Ayni paytda men ushbu 86-maktabning direktori va ularning ustozi bo'lgan inson yonida turibman. Bayram muborak bo'lsin. Mana bizning 86-maktab sobiq o'quvchilarimiz mana bugun qishlog'imizga, elimizga bayram qilib, elimiz xalqimizning oldidan o'tayapti. Oldin Navruzdan oldin ular osh, ko'pkarlar qilib berdi. Kurashlar qilib elimiz xalqimizni xursand qilmoqda. Darhaqiqat, inson erishayotgan yutuqlarida tug'ilib o'sgan qishlog'i, uni o'rab turgan xalqning hissasi katta. 1986-yilda tug'ilgan 90 nafardan oshiq o'g'il-qizlar bugun o'z sohasining ilg'orlariga aylanib, endilikda jamiyat koriga yaraydigan insonlar qatorida sanalmoqda. Ular hamjihatlikda birlashib, xayr va saxovat tadbirlarini amalga oshirib kelmoqda. Xususan, o'zlari o'qigan maktablarining shart-sharoitini yaxshilash, o'quvchilarni darsga qatnashdagi muammolarni yechishda amaliy ko'magini ayamayapti. Azaldan juda katta muammomiz bor edi. O'quvchilarimiz yo'lda, yo'l chakkasidan kelsa ham biz xavotirda edik, chunki katta yo'l ustida qurilgan maktab.
mana 86-yil akalarimiz shu maktab sobiq o'quvchilari, bitirgan o'quvchilar piyodalar yo'lakchasi qurib berishdi biz o'quvchilarimiz uchun. Rahmat aytaman. O'z minnatdorchiligim chin ko'ngildan tashakkurlik bildiraman. Sababi endi biz bexavotir bolalarimizni kutib olamiz maktabga. Chunki piyodalar yo'lakchasi bo'lgandan keyin o'z-o'zidan katta yo'lga chiqib ketmaydi. Asfaltdan yuray, oyog'im loy bo'lmasin demaydi o'quvchi. Maktabgacha ham toza oyoq kiyimlarda kirib kelyapti. Tozaliklarimizga ham juda qiynalyotdik, to'g'risi qish kunlari ayniqsa bildiradi bu. Men buning uchun rahmat aytaman. O'tgan yilga sarhisob qiladigan bo'lsak, 2024-yilda ham qishlog'imizda ko'p savobli, xayrli ishlar bo'lib o'tdi. Qishlog'imizda 2 ta yangi ko'pirlar tashkillashtirildi. Medpunktlar tashkillashtirildi. Bir onaxonimizga yangi uy qurib berildi. Obodonlashtirish uchun 200 tup archa tashkillashtirilgan. Bu ham O'zbekistonimiz, ya'ni qishlog'imizning mehr oqibatligidan va savobga qo'l uradigan insonlarimiz borligidan faxrlanaman. Avvalambor yurtboshimizga ming rahmat aytaman. Xayrli ishlarimiz davom etib bormoqda. Xalqimizda azaldan yangilanish faslida hasharlar uyushtirish, ko'chalarni obod qilish, xayr va saxovat ishlarini bajarish, insonlar ko'nglini nurafshon aylash kabi qadriyatlarga amal qilinadi. 1986-yilda tug'ilgan sinfdoshlar Navro'z bayramiga munosib sovg'a bo'lsin deya mahalla ko'chalarini obod qilishda ham jonbozlik ko'rsatdilar. Muhtaram prezidentimizning mahalla yettiligini tashkil qilib berganligi, masalan, tomorqa egaligi, tomorqada aholining o'z tomorqasida oziq-ovqat yetishtirib, buni hammasini o'zlarini ta'minlayotgan, ortganini bozorga chiqarayotganliklari, bitta nuroniy 10 ta yoshga murabbiy tamoyili asosida ish qilib, bizning nuroniylarimiz ham hatto mana shu muhtaram prezidentimizning qaror va farmonlariga javob berib ish qilishyapti. Qishlog'imizda tadbirkorlar xayriya ishlarini qilishyapti. Mana mahallamizda ko'chalarni yoritadigan mana chiroqlar o'tkazilyapti. Misol uchun mana maktablarga qishloq joyida, mahallalarda bu narsalar yo'q edi. Mana shuning uchun qarang, mana bir necha kilometr piyodalar yo'lakchalarini qilib berdi. Bironta yigit qizlar bundan chetda turgani yo'q. Kundan kunga mahallamiz chiroy ochyapti. Muhtaram prezidentimizning qarorlarini juda ham hamma tushunib yetib, bugungi kunda mana shunga javoban butun qishlog'imiz, mahallamiz ahli hammasi mana shunga kirishgan. Bu piyoda yo'llari faqat maktab bolalari uchun emas, bizga o'xshagan qarilar ham kuniga shu 500 ming qadam piyoda mashqqa borib kelyapmiz. Mana shu 1986-yilda tug'ilgan bolalarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Hadisi kitoblarda aytiladi-ku, kim yo'l qilsa, ko'prik qilsa, masjid qilsa, maktab qilsa, bularning savobi behisob deyilgan. Yuqoridagi aytilgan narsalar bo'lsa, doim yurtimiz obod bo'ladi, vatanimiz gullab yashayveradi, xalqimiz sog'lom bo'ladi, xalqimiz boy bo'ladi. Prezidentimizga ham katta rahmat. Mana yoshlarga hamma sharoitni yaratib qo'ydi. Mana shunday an'ana, qadriyatlar davom etaversin. Bu Navro'z deganda bu oddiy Navro'z emas. 1000 yillik, undan ko'p tarixga ega. Qarishga kayvoni bu dunyo, mardlarning maydoni bu dunyo. Bekavul uloqni tashladi, oljiga davroning bu dunyo. Boychi bor o'rtanib kishinadi, so'lig'inchi dolmak ishladi. Boychi bor o'rtanib kishinadi, so'lig'inchi dolmak ishladi.
Navruz bayramini azaliy urf-odat, ko'pkari o'yinisiz tasavvur etish qiyin. Navruzning boshqa bayramlardan farqli jihati shundaki, bunda tashkil etiladigan xalq o'yinlarida yuqori dinamika, kuchli his-hayajonlar namoyishi, or-nomus uchun kurash, kuchlilar to'qnashuviga guvoh bo'lish mumkin. Ko'pkari o'yini ana shunday hissiyotlarni yuzaga chiqarib, uloqga munosib mard o'g'lonlarni, er-yigitlarni kashf etib kelmoqda. Chuvulloq qishlog'ining 1986-yilda tug'ilgan yigit-qizlari tashabbusi bilan tashkil etilgan musobaqa jarayonida ham bu jihatlar yaqqol namoyon bo'ldi. Mardlar maydonida nafaqat chuvulloqliklar, balki qo'shni tuman va viloyatlardan kelgan chavandozlar ham kuch sinashdi. Ushbu o'yindan maqsad yoshlarga mukofotga osonlikcha erishilmasligi, o'z ustida tinimsiz mehnat qilgan, kuchli tomonlarni namoyon eta olgan, chaqqonlik va uddaburonlikni shakllantira olgan, kurashdan qochmaydigan insongina natijaga erisha oladi degan hayotning muhim qoidasini o'rgatib borishdir. Ko'pkari o'zi qanday yaralgan? Rivoyatlarda aytiladiki, cho'ponlar kiygan bo'rini ot bilan quvib ishlab, qo'lmaqul qilib sidirab qo'ylarini, o'zini kasharlarini qurigan. Mana shundan kelib chiqqan degan joylari ham bor. Ko'pkarimizning tarixida gapiraversak gap ko'p. Elimizda mana shunday ko'pkarilarimiz ko'p bo'laversin. 65 ga kirgan Murtaza polvon shug'ullanyapti. Yosh polvonlarimizdan 15 yoshli, 14 yoshli yigitlarimiz bor. Bu yigitlarni har doim ko'rgan kuni to'y bo'lib, O'zbekistonimizda mana shunday xayr qilsin, yaxshi xayrli ishlarga qo'l uraversin. Eli, xalqi to'q, yurti tinch mamlakatlarga mana bunday to'ylar yarashadi. Mana bu to'ylarimizning asoschilari mana shu yigitlarimiz, ukalarimiz, bular juda katta xayrli ishga qo'l urgan. Bugun o'zlarining hisobidan butun xalqimizga, Qashqadaryo xalqiga katta ot sporti bo'yicha uloq ko'pkari musobaqasini uyushtiryapti. Almirdanjonning ota-bobolari ham kaybani o'tgan, bir qancha yaxshi otlar choptirgan. Bular mana shu otlarning hisobidan mana davom etib kelyapti an'ana. Ko'pkarini davom ettirib kelyapti. Sanjarjon ham juda ko'p otlar choptirgan. Bularning avlodlarida ot chopgan polvonlar bo'lmasa, bular tavakkalga bunday boshchilik qila olmaydi. Shuning uchun bularning ham o'g'illariga mana shunday an'analar davom etib ketishini tilaymiz. Kurash insonni kuchli, epchil, chidamli va irodali qilib tarbiyalash vositalaridan biri hisoblanadi. Kurash o'zbek milliy sport turi. Belgilangan qoidaga muvofiq ikki sportchining yakkama-yakka olishuvi. Kurash san'ati ko'p xalqlarda qadim zamonlardan buyon ma'lum. Chuvulloq ahli esa hech bir bayramni kurashsiz o'tkazmaydi. Chuvulloqliklar nafaqat ko'pkarida tajribali, balki polvonlarni yetishtirish tajribasidan ham o'rnak olsa arziydi. Navruz munosabati bilan tashkil etilgan kurash musobaqasida g'oliblarga esdalik sovg'alari taqdim etildi. Sumalak bazmlaridan tortib, xayriya osh tadbirlarigacha barchasi uyushqoqlik bilan o'tkazildi. Bayramdek o'tishi uchun sevimli san'atkorlar ham xizmatda bo'ldi. Musiqa va raqslar uyg'unligi tanni qizdirib, ko'ngillarni isitib, qishning sovuqligi o'rnini bahorning iliqligi egalladi. Insonlar ko'klamga yetkazganiga shukronalar aytib, tabiat uyg'onganini, qalblarda yangi umidlar paydo bo'lganini mana shunday yuqori energiya bilan qarshi oldilar. O'ziga xon, o'ziga bekor olmay, sog'inganda o'g'il qizim quch olmay, musofir yurtlarda sog'ingan yorim. Bu hamdir qismatdir, bu hamdir taqdir. Haqlari yolg'ondir, yolg'oni haqdir. Yigit yig'lamas, degan kun axir. Navruz bayrami zo'r, yaxshi kayfiyatdamiz, Alloh zo'r. Navruz bayramimizda juda ham yoqadi. Hamma kayfiyatlar Alloh, chiroyli hamma ayollarimiz. Hamma yuzida tabassum, chiroyli shu bahor bayrami. Qanaqa taomlar pishirasizlar? Sumalaklar, har xil pirojka, samsalar, ko'k samsalar qilamiz. Chiroyli kiyinasizlar. Milliy kiyinganmiz. Singilmisizlar yoki sinfdoshlarimiz? Dugonalar. Mazza qilib o'ynashga chiqdinglarmi? Ha, albatta. Yaxshi tarbiya. Sho'rlar xalqi shunday xalqki, doim birdamlikda.
birdamlikda yuramiz. Doimo birlashib mana shu qiladigan ishlarimiz ham doim mana shu yerda ko'plab ishlar bo'ldi. Doim birdamlikda. To'la xalqqa katta rahmat aytaman. Navruz huquqi ham juda shodiyona o'tyapti. Taniqli artistlarimiz bu yerda taniqli artistlarimiz Nargiza Azimova, yana keyin sirli artistlarimiz ham bor. Shu jumladan hammalarimizni mana shu bayram bilan tabriklayman. Navruz inson va tabiatni asrab-avaylashga, tinchlik, do'st va birodarlik va hamkorlik kabi umumbashariy qadriyatlarni e'zozlashga chorlaydigan ulug' bayramdir. 2025-yilgi Navruz umumxalq bayrami mamlakatimizda qadriyatlaring boqiy bo'lsin Navruz degan bosh g'oya asosida umumxalq sayllari shaklida keng nishonlanishi, gina arazlarni unutish, insonlar o'rtasidagi o'zaro hurmat va ahillik tamoyillarini yanada kuchaytirish, yangi O'zbekistonda insonni ulug'lash, uning qadri, izzat hurmatini joyiga qo'yish kabi ezgu fazilatlar ulug'lanishini ifoda etadi.